Salom do'stlar, sizlar bilan men Evilcraft va yangi videomga xush kelibsizlar. Xo'sh, o'tgan videoda no'yandi qishloq yegandim va yangi skinimga ahamiyat beringlar. Boshqacharoq bo'ldim va kanal nomim almashdi. Arxivni Evilcraft keldi, lekin nom bor. Men bilmasdan Evilcraft yozish o'rniga Evilraft yozarman. Kesi qolib ketibdi bolalar. Xullas, bugungi videoda yangi uy qurishni o'rgataman. O'tgan safar qurgandim mana shunaqa uyga. Prosta nima desam ekan? 16 minut bo'lib ketdi, men chiqara olmadim. Men minimum 10, maksimum 14 minutmi bo'ladi. Shu yozma kun qilib qo'ying. Va uy qurishni o'rgataman boshlikka. Kichkina va ixcham, zo'r, 5 ga 5 nimadir qilamiz. Xo'sh. Birinchi sizlarga g'isht, tosh, silliq oyna bloki qumdan qilinadi. Keyin nima desam ekan? Zinapoya, mana tosh g'ishtlardan. Keyin kakao daraxtidan qilingan yog'och va eshik oddiy. Xo'sh, bugun hozir qurishni o'rgataman. Xo'sh, 1 2 3 mebelni ham birato'la qilib olaman. Xo'sh, 5 ga 5 ga olaman. Yo'q, bo'lmasa ham men bitta oldinga qora qilaman. Xo'sh, endi men hozir yeri va bunaqa taxtalarni qo'yib chiqaman. Sizlarga 1 sekund men uchun bir necha minut deyman. Tuf, mana yog'ochlarni qo'yib chiqdim. Endi kolonnani ko'taramiz. 1 2 1 2 va 3 ta ko'taramiz. Ishi ko'taramiz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Endi g'ishtlarni qo'yib chiqamiz. Xo'sh, 2 ta oyna anaqa bo'ladi. Bu tarafda 2 ta oyna. Ana bitta g'oya chiqdi. Bunday qilamiz. Bunday. Acha. Bunday turaversa. Tariq bo'ladi. Nima ham bo'ladi. Hop, mana bo'ladi. Endi bu kim bunday oyna? Bitta oyna bo'lmaydi. Ana endi mana shu tosh bilan o'rab chiqamiz ashini. Endi shunday bo'ldi. Xo'sh, yana nima kerak? Men tushundim. Bizga emas, men kerak kirish. Nimaski pol-blok kerak bo'lar ekan. Mana shu kirpich degan. Mana bundan. Pol-blok. Hamma bunaqani topa olinglar. Bu toshda craft qilinadi, anaqa verstakda. Yetib qo'y. 2 marta qizdirmanglar anaqa pechkada. Sababi 2 marta qizdirsanglar, anaqa gladkiy kamin chiqib keladi. Lekin men eng yaxshi ko'rgan blokim gladkiy kamin emas-da. Men yaxshi ko'rgan blokim andezit deyiladi. Ikki diarit. Bir balo dekorach toshga o'xshagan. Hozir ko'rsatdim. Shu pol-blok. Andezit ekan. Men yaxshi ko'rgan. Nomi prosta boshqacha emas ekan, tekshirdim uzr. Xo'sh, endi nima desam? Patologga mana shu bloklar bilan to'ldirib chiqaman. 1 2 3 4. Silkinamiz. Pauza turinglar. Yana tomni qurib chiqaman pol bloklar bilan. O'rab, chunki yomg'ir o'tmasligi bir xilda mana shu bitta sloyli qilsanglar, yomg'ir o'tishi mumkin. G'arat o'tdilar. Shuni oddiy qilaman. Keyin shishada mana shunaqa bitta bloklisini olganim sabab bor. Men bunaqadan ko'ra uni keyin bilasan. Mebel qilgan, ichini mebel qilganini ko'rasizlar. Mana bo'ldi.
tayyor. Endi shisha qo'yib chiqamiz. 1 2 3 1 2 devam etibdi. Mana uy tayyor. Endi eshikni qo'yamiz. Ko'rdingiz? Qorong'i deysizlar, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Shunga men mebel modlarini ishlataman endi. Mebel modni Mircrafish etib qo'ying. Unaqada bor. Internet yozsizlar Mircrafish 2.0 deysizlar chiqib keladi va Decacraft deysizlar, unga ham chiqishi mumkin. Shunaqa qilib topganman bularni. Xo'sh, birinchi bo'lib svet qilish kerak. Svetda shu Mircrafishni olaman. Mana. Mana shu. ikkita 3ta 4ta. Endi egilib qilishlik kerak-da shiftga. Bo'lmasa ham prosta yonadi bular. Endi qo'yasizlar. Mana shundan ham kerak emas bu parikmaxerlikda bu sayyor kerak bo'lar ekan. Endi mebel qo'yamiz. Kravatni men Mircrafish topib turaman. Hop, to'xtanglar. Mircrafish topdim. Decacraft olaman. Bir xil narsa Decacraftda shu internet bo'ladi. Aytib qo'y. Kravatni yashil olaman. Mana yashil kravat. Yoniga ham birato'la oddiylarni ham ishlatib turaman, bloklari. Yoniga bochka qo'yaman. Yo'q. Bochka emas. Mana bunaqa ishlatamiz. Tumbuchka ishlataman. Tumbuchka tayyor. Endi divan olish kerak. Divanni ham shu Mircrafishdan olaman. Mana lime olamiz. Yapılması divan şart bence. Hatta divan şart emas, hop. Endi nima qilamiz? Endi oshxonani qo'ya qolaman. Oshxonaga lime o'ynaymiz. Mana lime ishlatamiz. Texnikadan pechka olaman. Keyin toster olaman hamda холодильник olaman. Mana yana bitta esimdan chiqibdi. Ikkita dash. Ikkita. Bu eshitdi. Oyun archkamda. 8 ming ketadi tush. Tezlashmasa bo'lmas ekan. Xo'sh, birinchi nima qilamiz? Холодильник qo'yamiz. Pechka. Кухонный kabinetga o'xshagan narsa qo'yamiz keyin. Yanasa. Mana tayyor oshxona. Lekin вытяжка qo'yib qo'yish esimdan chiqdi. Вытяжка qayerda edi? Mana bu edi. Вытяжка qo'yamiz. Mana shaderlar o'ynayotgan ishlab turibdi. Agar boshqa shader ishlatsa boshqacharoq turadi. Tugun unaqa qilaman uzr. Keyin safar boshqa shader ishlatib qo'yaman. Voy, toster olib qo'ydim-ku. Xo'sh, toster olaman. Boshqa qayerda toster? Toster. Ana toster. Endi Decacraftga o'tishimiz kerak bo'ldi. Kompyuter bu. Bu. Olaman uni. Hamma qilib qo'yaman. Talam chiroyli ish. Qarasa kech bo'ldi. Bu yerda spesial joy qoldirdim. Narsa qilishga. Bu yerda menga Mircrafish qarash o'radi. Sarpa.
Nima olib tashlarim cho'ppingni. Buyurma mahalla. Nima? Bundoq qo'yaman. Ular kerak emas. Voy. Normalniy oshadi. Endi stol qilish kerak, stol. Hop, hop. Kompyuter bu yoqqa qo'yamiz. Men yoqimli narsa kerak o'zi. Ну, пофиг. Вот компьютер бор. Endi nima deyishni aytaymi? Stol, chair deyapmiz. Chair. Bitta stul olish kerak edi. Достаточно. Ага. Стул. Yaxshi bo'lsin. To'xtachi, ofisichi. Of. Ich. Bingo. Mana. Nolamizni. Bo'ldi, tayyor. Tadam! Uyni baholaylik. Buradan mishkasham. Hozir bitta yarti qolib ketdi dalgada. Ikkita dash. Srochda. Shamizni mana buni olamiz. Buni olaman. Tadam! Tayyor. Endi ertalab qo'yamiz. Sizlar uchun ko'rishligi va gamma spektator yutib olaman. Mod spectator. Mana. Orasida. Xo'sh, uy qanaqa? 1 dan 5 gacha baholaydi. Kommentlarda yozib qo'yasizlar bog'li. Bu modli bilamanda bunisi modsiz. Modsizligi uchun men uni ko'rsatib qo'yaman. Просто ichkarisidan oldi. Xo'sh, gmadan game mode bir dorim bor. Xo'sh, bugungi videomni tugatdim. Nerdalarman tugadi o'zgacha. Chunki Epic'da qista bolalar nikim meni Minecraftda agar o'rtoq tashlamoqchi bo'lsanglar, nikim. Вот, so'tsik kiraman. Mana. Vegnus 9860. Shu nikka bitta odamni kanalida ko'rgan bo'lsanglar kerak edi. Bu ham bo'lsa World Manboy. yoki Comingson kanallarida. Xo'sh, Comingsondagi kanaldagi obunachilar, menga ham obuna tashlab qo'yinglar. Agar ko'rayotgan bo'lsanglar. Video. Chunki men u yerda oxirgi shortsda chiqqandik. Minecraft lekin do'stlarim bilan o'qlar challenge deganda chiqib olamman. Mana даже. Xo'sh, sizlar bilan bugun men Minecraftdan hammaga